Birinchi plyonkani eng qalini 230 mikron bo'lmagan gap. Men sizga 300 mikronli birinchi plyonkani tavsiya qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. 300 mikron. To'ppa-to'g'ri eshitdingiz, aka. Noto'g'ri eshitmadingiz. Men sizga O'rta Osiyodagi eng qalin 300 mikronli birinchi plyonkani tavsiya qilmoqchiman. Shu paytgacha o'zimizning klientlarimizga 250 mikronli birinchi plyonkani urib berdik. Ana endi navbat 300 mikronli birinchi plyonkega. Xo'p, bu plyonkamiz gidrofob xususiyatga ega bo'lgan, keramik effektga ega bo'lgan bronirованный plyonka hisoblanadi. Bu plyonkамizga 5 yildan 10 yilgacha garantiya beramiz. Xo'p, bizda birinchi plyonkadan oldin обязательно polirovka ishlari qilinadi, tozalanib, полностью glinadan o'tilib, keyin mashinangizga birinchi plyonkani yopishtiramiz. Bizda arzonchi materialli bo'lmagani hisobiga narximiz ko'chadan ancha baland tuyulishi mumkin, lekin materiallarimiz ancha qimmatchi materiallar ishlatilgan shu paytgacha. Eng asosiysi bizda $300 tom qismini besplatno qilib beramiz. Aytgancha 250-300 mikronli birinchi plyonkani Toshkent bo'yicha 4 ta dona detailing ura oladi. Ulardan bittasi premium detailing akalar. Qolgan 3 ta detailingchilarni kommentariyada o'zingizlar belgilab ketinglar. Pastdagi nomerga telefon qilsanglar, podrobno yana gaplashamiz. Sog' bo'linglar.